Mavi Marmara şehitlerini hatırlaş namayişida Şarkı Türkistan meselesi tilga alindi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, neçe ming kişi qatnaşqan çoğ namayişda Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi ve İslam ellerini Xitoyga besim qilishga chaqiriq qildi. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın reisi Bülent Yıldırım, neçe ming kişi qatnaşqan çoğ namayişda Uyg'urlar to'g'risida to'xtaldi ve İslam ellerini Xitoyga besim qilishga chaqiriq qildi. 31 may çarşamba kuni Mavi Marmara şehitlerinin 7. yıllık münasebeti bilan İstanbul'un Taksim meydanından neçe minglagan kişinin qatnaşı bilan İsrail'ga qarşı namoyish o'tkazildi. Meydanga to'plangan namoyishchilar qo'llarida Palestin, Turkiya va Sharq Turkiston bayroqlarini lapildatgancha takbir sadolar ichida İsrailning Palestin xalqi ustidan elib berayotgan qirg'inchiliklari, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyona zulmlar haqida sho'rlar to'ladi. Namoyishda İHH İnsani Yardım Vakfı reisi Bülent Yıldırım söz qilib, İsrailning G'azza ustidan elib berayotgan embargosining hatto Oq dengizgacha kengayotganligini, Masjidil Aqsoga qilinayotgan hujumlarning to'xtovsiz davomlashayotganligini, Sionist İsrail elchixonalarining Turkiya va boshqa islom ellaridan chiqarilib o'tilishi, İsrailiya bilan bo'lgan munosabatlarning to'xtatilishi kerakligi haqida to'xtaldi. Bülent Yıldırım sözde bütün dünya bizni yalğız taşlap koygan haletimi biz Şarkı Türkistan, Moro, Keşmer, Suriye, Irak ve Liviyaga çokum kucak açımız ve ularga igi çıkıdığanlığımız hakkında vade birimiz, bizning nişanımız cennet. Eğer bu yolda sürgün kılınsak, bu biz üçün bir sayahat, türmege taşlansak biz üçün bir xilvatxana, öldürülsek şehit bulumuz digenlerini tilga aldı. Bülent Yıldırım sözüde Uyg'urlarning ismlarining cheklanganligini, namoz o'qish, ro'za tutish, soqol qo'yish, yog'liq ortishning cheklanganligini bildirdi va Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan besim siyosatlarini tanqid qildi. Shunaqla arab islom ellarini Uyg'urlarni qo'llashga chaqiriq qildi. Bu faoliyatga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, qo'llarida ay yulduzlik ko'k bayroqlarni ko'targan holda maydonning oldidan o'rin oldi. Bülent Yıldırım meydandan lapildayotgan ay yulduzlik ko'k bayroqlarni ko'rsatib turib, mundaq dedi. Bu ko'k bayroqlar kimning bilamsizlar? Xitoy zulmi ostida qolgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning. Bülent Yıldırım so'zining davomida yana mundaq dedi. Xitoy Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizning jamiga kirishiga cheklama qo'ydi. Ismlarga cheklama qo'ydi. Ro'za tutishni, soqol qo'yishni, yog'liq ortishni, erkin ibodat qilishni chekladi. Biroq o'zini dunyoning eng chong iqtisodiy kuchi deb e'lon qildi. Bülent Yıldırım Uyg'urlarga ko'ngil bilish uchun islom ellariga chaqiriq qilib mundaq dedi. Islom ellariga xitob qilamanki, Xitoyning eng chong savdo bozori islom ellaridir. Ey raislar, Xitoyni iqtisod bilan bosh egdiraysizlar. Islom hamkorlik tashkiloti nomida kerak to'yilsa, savdo bozorini Xitoyga ochmaydiganligini bildirish kerak. Uyg'urlarni o'ltiryotidi, diniga cheklam qo'yyotidi, yurtlardan surgun qilyotidi. Ey musulmon davlatlar, ey raislar, sizlar qayerda? Faoliyat ishtirokchilari Bülent Yıldırımning so'zlaridan ta'sirlanib, takbir to'lashdi va musulmon uxlama qarindoshlaringga sahib chiq deb shuar to'ldi. Bülent Yıldırım so'zining davomida yana Turkiyaga panohlik talab qilib kelgan Uyg'urlarning Xitoylarga qaytarilishiga ruxsat qilinmaydiganligini bildirdi va bu vaqtda Turkiya rahbarlariga xitob qilib mundaq dedi. Bu yerdan hukumat rahbarlariga shuni xitob qilamizki, hozir ko'p sonda Sharq Turkistonlik va o'zbek qarindoshlarimiz nohaqchilikka uchurdi. Bularning haq-huquqlarini qo'g'daymiz, chegaradan chiqarib o'tishga ruxsat qilmaymiz dedi va faoliyat ishtirokchilarini bu vaqtda qo'llab-quvvatlashga chaqiriq qildi va ulardan va'da oldi. İsimleri yasaklıyorlar. Başka? Camiye girmeyi yasaklıyorlar. Kur'an okumayı yasaklıyorlar. Başörtüsünü yasaklıyorlar. Orucu yasaklıyorlar. Ve Çin kendini dünyanın en büyük ekonomik gücü ilan ediyor. İslam ülkelerine sesleniyorum. Çin'in en büyük pazarı İslam ülkeleridir. Ey liderler! Çin'i ekonomiyle yola getirebilirsiniz. Gerekirse pazarımızı size açmayız dersiniz İslam İşbirliği olarak. Bakın bu insanları katlediyorlar, öldürüyorlar, dinlerine yasak getiriyorlar, evlerinden uzaklaştırıyorlar. Ey Müslüman